Abduqodir Husanov Manchester City'dagi birinchi jamoaviy sovrinini yutib olishi mumkin. Buning uchun City va Husanov 30-mart kuni Angliya chempionatida 10-o'rinda borayotgan jamoa to'sig'idan o'tishi kerak. Assalomu alaykum. Bugun futbolning bugungi videosi Husanov va City'ni kutib turgan bo'lajak o'yin va Gvardiolaning o'zbekistonlik futbolchi haqidagi maqtovi bo'yicha bo'ladi. Sportga qiziqasizmi? Unda sizda katta daromad egasi bo'lish imkoniyati bor. Sizlar uchun kanalimiz hamkori Adinix eng yuqori koeffitsiyentlarni taqdim etadi. Sevimli jamoangizni qo'llab-quvvatlang, millionerga aylaning. Kommentariyadagi silkaga o'tib, hoziroq ro'yxatdan o'ting. To'g'ri tanlovdan adashmang. Manchester City klubi ustozi Josep Gvardiola 30-mart kuni bo'ladigan Angliya Kubogi doirasidagi Bournemouthga qarshi o'yin oldidan matbuot anjumanida ishtirok etib, o'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov haqida fikr bildirdi. Husanov alohida sifatlarga ega, bu aniq. Haqiqatan ham u o'ziga xos futbolchi, u juda tezkor, futbolga ishtiyoq bilan yondashadi. Ba'zan yuz ifodalaridan va tana harakatlaridan buni ko'rish qiyin bo'lsa ham, u o'zining ishtiyoqini ko'plab harakatlarida namoyon qiladi. Biz undan juda mamnunmiz, deydi Gvardiola. Qayd etish joiz, terma jamoadagi o'yinlaridan keyin Husanov yana Manchester City bazasiga kelib qo'shildi va jamoaning 28-mart kunidagi mashg'ulotlarida ishtirok etdi. Terma jamoadagi o'yinlardan keyin Husanov City lageriga yetib bordi va yuqori kayfiyatda jamoa mashg'ulotlarida qatnashdi. Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanov Jahon chempionati 3-saralash bosqichining 7 va 8-turlari doirasidagi Qirg'iziston va Eronga qarshi O'zbekiston terma jamoasidagi o'yinlarida muvaffaqiyatli ishtirok etib, jamoasiga qaytdi va jamoadoshlari bilan bo'lajak o'yinlarga tayyorgarlikni boshladi. U mashg'ulotlarda katta ishtiyoq va shiddat bilan ishtirok etdi. Barcha jamoadoshlarini ruhlantirib turdi. Uning mashg'ulot vaqtidagi intizomi va fidoyiligi e'tiborga loyiq. Husanovning mashg'ulot vaqtidagi harakatlari uning bo'lajak o'yinga yuqori darajada tayyorgarlik ko'rayotganidan dalolat beradi. U har bir mashg'ulotni katta ishtiyoq bilan o'tkazdi va jamoadoshlariga o'rnak bo'ldi. Yosh bo'lishiga qaramay, tajribali sportchi sifatida gavdalanib, nafaqat jismoniy tayyorgarlikka e'tibor qaratdi, balki yangi uslub va harakatlarni ham sinab ko'rdi. Ma'lumot uchun, Bournemouth Manchester City o'yini Angliya Kubogi chorak finali doirasida o'tkaziladi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan 20:30 da start oladi. Bahsni Telegramdagi Bugun futboli kanalida jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Pastdagi silka orqali o'tib, kanalimizga obuna bo'ling.